Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlarga bugun tushuntiraman ekan noldan. Hozir mana apparatlarni o'chirib, to'xtatib, sizlarga noldan tushuntiraman. Nima bo'ladi, nima yonadi, qanday yonadi, hammasini tushuntirib qo'yaman. Bilsalang, Angren ko'mirni hokasidan tayyor bo'ladi bu briketlarimiz. Bu misol sal namroq loy bo'ladi, o'zi bu siqib, ezib, vashshi katta bosimda chiqadidan pirs qilib chiqaradi. Bu hali birpas ezilib, sinib, uqalanib ketmaydi. Hali ko'pchilik kommentariyada shuni uqalanadi-ku, u bo'ladi, bu bo'ladi deyapti. Unaqa bo'lmaydi. Bularda qancha bitta donasi, mana ko'rishlaring mumkin. Bitta donasi 2 kilo, 1,5 kilo, endi holatiga qarab sinaveradi. Bu endi hali anaqa yo'q, legirovka yo'q bunda. Shuni o'zi akalarimiz, ishchilar o'zlari sindiraveradi. Bitta mo'ljal o'sha 1,5 kilo, 2 kilo atrofida. Ezilib ketadi, uqalanadi deganlarga mana ko'rishlaring mumkin. Bu mana bu yerda 2 tonna, 3 tonnani ko'tarib turibdi. Ezilganda hamish tayadolar sinib, parcha-parcha bo'lib ketish kerak edi. Bunaqa bo'lmaydi. Ko'rishlaring mumkin. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Bordon qishlog'ida. Lokatsiyasi Telegram kanalida, Mirshovuz kanalida topasizlar. Agar topmagan, ekranda nomerlarga ham telefon qilaverasizlar. Qancha kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Shu dastlabkilar bor. Dastlabkilardan kelishilaveradi. Yo'l kirasini bersalar olib borilaveradi. Hozirgi holatida 1000 so'mdan sotyapmiz. Ko'proq olsalang kelishaveramiz ham. Ko'rishingiz mumkin. Briket. Hali qimmat adborlar qimmat endi haqiqatda. Ko'mirda, Angren ko'mirda kattalari qimmat. Prosta apparatni o'chirib qo'yganimiz, ishchilar hozir choy ichyapti. Hali shovqin bo'lmasdan, sekin tinchroq olib turib video tushuntirib olay degan maqsadda video olyapman. Ko'rishingiz mumkin. Chiqqani o'z sotilib, hozir mana turibdi, bu ham hozir ketadi. Bundan oldingi videolarda menelar ham to'laydi. Nimaga men buni tavsiya qilyapman? Hali bu bitta tashab qo'ysangiz bilasizmi? Gedeta qancha yonishini ham 6 soat, 7 soat yonadi mana shu bittangizda o'zi. Mana o'zi bu ho'l, u bu deydi, ho'l bas bu. Mana ko'rishlaring mumkin. O'zi pashti 80% quruq chiqaradi o'zi. Mana loyimiz sal nam bo'ladidan bunda o'zi pirslab yoradi, suvni siqib yoradi. O'zi mana qurib yotibdi, mana ko'rishlaring mumkin. Qurib qoldi mana. Kecha chiqqan narsa mana qurib qashsha yotibdi. Mana yonishi vashshi udor narsa. Mana shuni olasiz, pechkangizga yaqib qo'yasiz-da, mana shuni biti tashab qo'yasiz, mana shunaqasi. Ya bo'lib tashab qo'yasiz, 6 soat, 7 soat yonadi mana shuni o'zi. Ko'rishlaring mumkin. Behijolat, muammo yo'q. Любой moment aloqa chiqaveringlar. O'zimizning mahsulot. O'zimiz yetkazib beramiz. Qayerga desalang, mana. Ana ko'mirlar 1800 so'm, 1700 so'mda katta ko'mir. Shuni olsalang, tavsiya qilaman. Arzonroq ham tushadi, yaxshi ham yonadi bu. Misol ertamatanga, kechki payt yotishda 2 tani tashab qo'yasiz, ertamatanggacha o'chib ham qolmaydi, boshqanasi ham bo'lib qolmaydi. Bomdodgacha suvlar isitib turaveradi. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Mirshovuz.